Assalomu alaykum. Baliq ishqibozlari, baliqqa qiziqadiganlar. Mana bizda barcha turdagi baliq lichinkalariga dafniyalarimiz mana qizil krasnodar dafniyadan zichligi mana harakatlanyapti. Barcha turdagi lichinkalariga ozuqa. Buni ko'paytirishga o'rgatamiz. Qanday ko'paytiriladi, qanday qilib oziqlantiriladi. Dastavka qilamiz. Video ustida qoldiramiz. Bu tirik ozuqa yaxshiligi lichinkalarga tez rivojlanishi yaxshida. Sun'iy ozuqalardan ko'ra bu tirik ozuqani ko'paytirib lichinkalarga berilsa yaxshi. Misol gektarda hovuzi borlar 4 burchagiga basen qilib turib, shu basenni ko'paytirib turib, ko'riga kuyib yuborsa bo'laveradi. Shunda dafniyada biz o'rgatamiz qanaqa qilib ko'paytirish. Mana zichligi, mana o'rtasida ham zich. Zich qilib qo'yib beramiz. Inshaalloh qiziqqanlarga bemalol video ustida nomer qoladi. Telefon qilib ma'lumot beraveramiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz ilonbosh bilan shug'ullanamiz. Ilonbosh lichinkalariga shunaqa dafniya yetishtirib dafniya beramiz. Boshqa baliqlar lichinkalari ham shu dafniya bilan oziqlanadi. Tez sun'iy ozuqa ham beriladi boshqa lichinkalarga. Buni dafniyachalik effekti bo'lmaydi. Mana dafniya bu tirik ozuqada. Tirik ozuqa lichinkalarning rivojlanishi tez bo'ladi. Immuniteti baland bo'ladi, kasalliklarga chidamli bo'lar ekan. Biz ma'lumotimiz, bilishimiz bo'yicha shu baliqchilik sohasida o'rganib boryaptik. Shu mutaxassislar shunaqa deyishyapti, shu tirik ozuqa dafniya bilan oziqlangan lichinkalar immuniteti baland bo'ladi, rivojlanishi tez bo'ladi. Shunaqa qilib ko'paytirilsa, sol yangi boshlagan katta ko'li borlar ham 4 burchagiga basen qo'yib turib, o'sha basenlarni ko'paytirib ko'liga quyib yuborilsa, lichinka bo'lib qolgan akalarimiz, misol sazan, oq baliq, yana boshqa baliqlarda yaxshi bo'ladi. Arzon tushadi ham, ko'paytirish ham arzonda. Summasi ham yengil tushadi ozuqa yetishtirish. 5 grammdan 100 grammgacha bo'lgan baliqlar dafniya bilan oziqlanaveradi. Yana bilmadim, bundan ham ko'proq 100 grammdan tepasi ham oziqlanaversa kerak. Aslida shu mayda lichinkalar, shu 100 grammgacha bo'lgan lichinkalar dafniyani juda yaxshi oziqlanadi dafniya bilan. Mana bizda shu krasnodar, shu Rossiyadan kelgan dafniyadan qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib ma'lumot olib, qanaqa qilib ko'paytiriladi, qanaqa holatda nima qilinadi, bemalol aloqaga chiqsangiz tushuntiramiz, dastavka qilamiz, yetkazib beramiz inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Alloh taolo ishingizga baraka bersin, ishlaringizga omad